Şöyle bir hem de yardımlaşmasan var koyacak bunu. Tamamla. Tamam, yardımlaşmasan var koyacak bunu. Merhamet. Murat kadınla beraber var. Tamam mı? İkinci oturduk. Zafanı var ki ya. Şunu sen... Doğru yapıyor. Mana bir gün sınıfdaşlar devresiga yün algan ekanman. Maktab bitirganimizda yana 30 yil bo'ldi. Shu yoshlik davrlarimiz yana yetlab, sap kichkinagina vaqtlarimiz o'ylab, hayajonlanib o'tiribmiz. Hamma shunday vaqt qo'shchilik bo'lsin. Bir-birimizga mehr muhabbatli bo'laylik. Muhabbat bahori ochib turguncha, atirni hidlashib, gullar terimiz. Hamma ham baxtli turmush qilsin deb do'stlarni shu yerga taklif qilganmiz. Hammangizni uylaringizda shunday yaxshi gullar bo'lsin. To'ylar bo'lsin, shu vaqtda hammamizni unutmay taklif qilib turishlarimiz bo'ladi. Hammangizni Ketirgan mustaqillik bayramlari bilan tabriklaymiz. Hammangizni Ketirgan shu yerda 30 yillik inşallah o'tirgan ekanmiz. Avvalambor shu domlalarga minnatdorchilik bildiramiz. Bu teşkilde ro'yobga chiqargan Jumanazarga Aminboyga uzoq umr, baxt, saodat, sog'lik tilaymiz. Ne jangam, ne xafa bo'lajak, ne jangam. Hammasini ish qilib shunday hamma shunday yaxshi kun, shunday to'sib o'tiramiz. Xudoyim hech kim baxt yotmag'ay, hamma shunday yaxshi kun bo'lg'ay. Shu yerda o'tirgan domlalarni, sinfdoshlarni kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Hamma sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Sözünüzü Yakubu Şahsanımga. Merhamet. Ve suçları sinfdoshlar. Mana bugun biz mana shu 30 yillikka yo'nalishgan ekanmiz. Endigi 40 yillik, 50 yilliklarga yaratgan ekanini o'ziga bitirsin. Rahmet. Can sağlık bilan birga hammangizga uzoq umr tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamma shunday xushchilik bilan yuradi. Rahmet. Sağ olun, niyetleriniz rastlaşsın. Söz nöbeti Akkanımızda Kallı Berkin var ya. Merhamet. Kalli var bu. Kallı var mı? Ava, o'zgardi. Assalomu alaykum. Sinfdoshlar va domlalarga 30 yil qasrasida maktab bitirganimizda 30 yil bo'lgan ekan. Shu munosabat bilan jinoyat qilibmiz. Yana sizlarga o'rtoq bo'lgan sog' salomatlik, hamma vaqt shu to'ylarda bordi keldi deb shunday vaqt o'tkazib o'tiraverganmiz. Hamma vaqt sog' bo'linglar. Rahmet. Sağ ol. Zarpay. Merhamet. Assalomu alaykum hurmatli domlalar va sinfdoshlar. Sizlarni mana bugungi 30 yillik yubileyingiz bilan xizmat tabriklayman. Sizlarning oilalaringizga kattadan katta sog'lik va muvaffaqiyatlar tilayman. Hamma vaqt joningiz sog' bo'lsin. Bizlarni yana bolalarimizni o'qitdingizlar, vaqtlarimizni ham o'qitishlar nasib etsin. Hammaga shunday yaxshi kunda bosh kelish nasib etsin. Layık. İkenbay. Merhamet. Yaxshi, hurmatli sinfdoshlar, domlalar. Yilganda toshkent ekanmiz. Hammangizni yanada to'ylar bo'lsin, hamma to'ylarda qatnashamiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmet. Rahmetullahi. Assalomu alaykum. Birinci növbette şu domlalarımızı Ketirgan Mustaqillik bayramı bilen tebrikliyiz. Bundan keyingi işlerinde muvaffakiyetler dileyimiz. Sınıftaşlarım namından şu keçeni yuridik teşkilatçısı Ümmü Yuriske,
moliyaviy tashkilotchisi Aminboy Jumaniyozovlarga, sinfdoshlar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Bu endi bir 30 yil oldu. Yine misal için bu gün ötüp turttu, ay ötüp turttu. Yine eslep oturupmiz, ötüp gitken sınıftaş joralarımız Ferhat, Baltayov, Egenbergen Tillayov, sınıftaşımız Şerican'ı esledik. Bu bizlerden eslelik bok kaladı. Erten bir gün kimdir aramızdan giderdi, ben gidermen, yine bir gider, şu eslep inişinde bir sebepçi olup şu günün inişini ortaya getirgen şu iki ortak sınıftaşımıza evvel birinci nöbette minnettarçılık bildiremiz. Bugün inayında bir 10 yıl, 12 yıl oldu müstakillikka eriştik. Yelkemize şamal kiydik, köp dostlarımız yine hizmet seferinde, yine bir seferde müstakillik şerafeti bilen kim nerede yürüttü, yine köpleri aramızda katnaşım getirtti. Bundan keyingi teşkillerimizde 40 yıllığı bolar, 50 yıllığı bolar, barımız, hayatımız, şu eslep, ötkenlerde tutup otursak yaman emas bu. Şunu için hemmenizi kâdırgan müstakillik bayramlarınız bilen kutlayman, hemmenize baxt, saadet, tapkallarınız yaxşı günge, toylarga buyurgay, hem vaqt yaxşı günde toyda tamaşada uçuraşa veririz. Rahmet. Niyetlerinizi ro'yobga chiqarsin. Xo'p. Yo'q, Aminboy endi shu Zivovga tez navbati berishdan oldin bir gapni aytmoqman. Zivov yo'ldoshoy matematik. Matematiklikdan o'qituvchi O'zarov shu yilda bo'ldiki, lekin yaxshi o'zlashtirdi. O'zi ham matematik bo'lib chiqdi. Hurmatli domlalar, sinfdoshlar. Lekin shu o'qib yurgan davrlarda sal jadniye, zamba, jadnichil deydi, oruslar aytadi. Yani bizlerde... Şimdi bakma. O'zbekchasi endi qitimir deydi. Qitimir qiladi anadi. Shu yani ishlagan misollarni endi bizlar vaqtida biladanimiz var, bilmadanimiz var, lekin ko'rsatirish kerak bo'ladi. Yo'q deydi, hech kimga ko'rsatilmaydi anadi. O'zi yozilib damla kirgandan ina damla deydi. Hech kimda yo'q u. Ina damla deydi. Sesini o'zi nima qiladsan? Oradan dosyaya çıkkanda şu teoremi ama yine bir belam adet ermeyince köpümüz düşünümüz şundaki yer basa derdi bunu. Bugünkü söylegeninden şu ter çıksın senden. Gapga quloqsa. Bu ter bizlar yana bu yoqda birinchi brigada, araqda bizlar 4-brigada chasaklashadigan vaqtimdan bu ter chiqqani yo'q edi. Lekin hozir ter chiqsa ko'ramiz uni. Yomon chiqmaydi. Marhamat sizdan berdi. Jo'ra yana kezaklaganmiz. Endi kesak darazi nereda? Kesak yo'q. Hammaning asol deb ketdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli sinfdoshlar. Mana bugun bir şu 30 yıllık münasebeti bilan jamlanib shu yerda quvonishib, kulishib, yine hurmatli ustozlarni taklif qilib, shu yerda quvonishib o'tiribmiz. Bu ko'p narsalarni esga tushirdi. Shu bolalik davrimizni, boshlang'ich sinfda qo'limizda ruchka turib, oqni qarani tanitgan boshlang'ich sinf o'qituvchilarimizni joylari jannatda bo'lsin. Keyingi yuqori sinfga o'tgandagi o'qitgan o'qituvchilarimiz, sinf rahbarlarimizni, bir partada o'tirgan partadosh shu o'rtoqlarimizni shu sinfda hazırlashib, bir-birimiz bilan yaxshi yomon gaplar aytishib, quvonishib, shu yo'lda, izda shu o'ynab kulishib yurgan davrlarimizni esladik. Endi ko'p gaplarni esladik, ko'p gaplarni aytdik. Shularning orasida men bir aytchaganim, shu qo'shqi birdan fizika o'qituvchisi bor edi, Yo'ldosh aka. Yo'ldosh aka. Otajonov. Ha, şu erkin bilen dim jo'raydi u. Fizika dersine kirdi, haydab dasga chiqdi desam, seriyama chaqirib shu oyog'ini bosib, savol berib so'rab qo'yishadi. Ha, shu yana oyog'ini bosgan vaqtda oyog'iga urib, oyog'ini tortib ololmaydi, yuvarib. Ha, ishlarni esladik hozir. Ha, shu hazırlashib, sinfda bir-birimizni shu ilishib o'tirgan davrlarni esladik. Avvalambor buni tashkilotchilar Cümeyzade toyunda şu Cümeyzade o'zi her muham boshib yotir. Shu yerda bir masala saqanadi, shu hech kim esinde yo'q. Shu yerda Aminboy birga o'tirdik, shunda bir gap so'z aytdi. Yaxshi niyat bildirdik. Ana bugun
şu yaxshi niyat amalga oshiribdi. Shu men aytmoqchimanki, shu inson bor ekan, bu hayot oqar daryoga qiyos qiladilar. Shu umri davomida qilgan ishi yaxshiliklari, shu diydor ko'rish o'tirishlari, shular bir esdalik bo'lib qoladi. Avvalambor shuni yodiga tushirgan tashkilotchilarga, Jumanazarga, Aminboyga, qolaversa bugungi shu davrani to'ldirib o'tirgan sinfdoshlarga, uzrli sabablar bilan bugun yetib kelolmay o'tirgan sinfdoshlar va ayrimlari shu oramizda yo'q, o'tib ketgan rahmatli joy jannatda bo'lsin, sinfdoshlar ruhini shod etib o'tiribmiz. Katta rahmat. Xudoyim shu 40 yilliklardan, 50 yilliklardan shu davrani keng olib, shu ustozlarni bundan ham kengroq qolganlardan taklif qilib, shunaqa o'tirish ham nasib bo'lsin. Ham vaqt qo'ylardan shu o'zibirchilik mashinat yurish nasib bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Hurmatli qarindoshlar, Sherpay Chiqdi ozgina. chiqmani borib turibdi. Kirasini bog'laydi. Shu Sherpayga so'z berishdan oldin bir gapni aytishim kerak. Sherpay ajoyib inson. Buni ajoyibligi, lekin o'qigan davrlarda shu Sherpay san hasrat bog'aga o'qigan bo'lsam, ada nima bor senda deb so'raganda bir odamgarchilik degan qismi bor shu Sherpayda deb o'ylayman men. Bu yerdagi o'tirganlarda hammasi ham qo'shiladi. Negaki? Sababi Sherpayda qaysiki shu sinfdoshlarki tashkillari bo'lami, boshqa nelar bo'lami, hammasida o'zi bosh, o'zi qosh, o'zi birma-bir uyga borib hammasini tashkil qilib beradi. Buni odamiylik, olijanobligi deb bilaman, so'z navbati.